Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Amerika Kengash komitetini Tibet bilan mos qadamda Uyg'ur siyosati qonunini ilgari surishga chaqiriq qildi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti neçə 10 yillar mobaynida inson haqlarini asos qilgan ramka siyosatining mag'lub bo'lganligini, Şərq Türkistan xalqining mavjudligini faqat mustamlikadan qutuldirish orqali kafolatlantirgili bo'ladiganligining isbotlanganligini aytdi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 18 iyun kuni Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetining 2025 yildagi S-1542 numurluq Uyg'ur siyosati qonunini ilgari surishni qarshi oldi va butun Kengash palatasini bu qonunni ma'qullashga chaqirdi. Shundaqla parlament va Trump hukumatini Amerika Tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkiston masalalari bo'yicha alayda moslashtiruvchi tayinlash va Sharq Turkistonga Tibetga o'xshash muomala qilib harakat qilinish orqali texmo ilgirlashga chaqirdi. Kengash palata a'zosi John Curtis tarafidan sunilgan Kengash palatasi a'zosi Jeff Merkley qo'llagan va dastlabki nusxasi Davlat ishlari katibi Marco Rubio tarafidan tuzilgan bu qonun loyihasida Davlat tashqi ishlar ministrligiga diplomatiya va chet el yordamida Uyg'urlarni oldingi o'ringa qo'yish, Davlat tashqi ishlar ministrligi xodimlarini Uyg'ur tilida tarbiyalash va Beijingning xalqaro munbarlarda Uyg'ur masalalarini kun tartibga elib kelishni to'sish tirishchiligiga qarshi turish ko'rsatmasi berilgan. Parlament a'zosi Yong Kim tarafidan sunilgan va 2025 yili sentabrda vakillar tarafidan ma'qullangan yondosh bir HR 2635 numurli qonun loyihasi bor. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtimin Əla əpəndi, biz bu qonun loyihasini ilgari surganlik uchun Kengash palata a'zolaridan Curtis va Merkleyni, shundaqla komitetni tabriklaymiz va uning tez suratda ma'qullanishini talab qilamiz. Amerika 2021 yil yanvarda bu irqiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qilib, oradan 5 yil o'tgan bo'lsa-mu, uni oxirlashtirish uchun hech qanday ma'nili qadam tashlanmadi. Dünya buni Xitoy mustamlikachiliginin mahsuli emas, balki inson haqlari masalasi deb qarasa, millatimizning sistemlik vayron qilinishi izchil davomlashadi dedi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti bu qonun loyihasida Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turk xalqlarini o'z ichiga olgan ko'p sonli millatlarning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi oz sonli millatlar deb atashdek Beijingning jinoyatlarini ichki ishlar deb yo'shirish orqali Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini rad qilib, butun millatni rayimsizlarcha jazosiz mustamlika qilib yo'q qilitish uchun inchiklik bilan to'qib chiqqan atalg'ularni qo'llanganligini ogohlantirdi. Xalqaro jamiyat bu vahshiyliklarni yolg'iz kishilik huquq deb sanjilga emas, balki Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olishdan kelib chiqqan irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilikning qurollari deb tunishi kerak. Beijing irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilikka bo'ysundirish harakatini to'xtatish niyati yo'qligini ko'rsatdi. Bu ayning boshlarida Sharq Turkistonga ziyoratga kelgan Xitoy Xalq Jumhuriyati siyosiy maslahat kengashi mamlakatlik komitetining raisi va Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi Wang Xuning sistemlik terrorlikqa qarshi turish tirishchiligini kuchaytirishni buyruq qildi va Sharq Turkiston sürgündə hökuməti irqiy qirg'inchilikni qonunlashtirishni maqsad qildi deb aytgan Millatlar Ittifoqlik va taraqqiyotini ilgari surish qonunini texmo ijro qilishni talab qildi. 2026 yili 5 oyning 23 kuni Xitoyning ishg'ol qilgan Sharq Turkistonda davomlashayotgan qalayimqon tutqun qilish, majburiy emgakka selish orqali qul qilish, majburiy tug'mas qilib etish, homilani tushirib etish, sanoat ko'lamidagi organ savdosi atkazchiligi, Sharq Turkiston miqyosidagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarning kulturini yo'qotishni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yo'gash uchun ijro qilayotgan atalmish zo'ravon terrorlikqa qarshi qattiq zarba berish harakatining 12 yillik xotir kuni, irqiy qirg'inchilikning 13 yiliga qadar davomlashishi, inson haqlari ramkasining uni oxirlashtira olmaydiganligining isboti. Bu jinoyatlarni keltirib chiqargan mustamlikachilik ishg'oliyatiga qarshi turmay turib, xalqaro jamiyatning ayblashi Xitoyni cheklab qo'ymadi. Sharq Turkiston xalqining vayron bo'lishini ostiltib qo'ymadi. Faqat Sharq Turkistonning mustaqilligini tez suratda asliga keltirishla inson haqlari va xalqining hayot qolishini kafolatlandira oladi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish harakatining qurg'uvchi raisi, Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi Amerika tashqi ishlar ministrligida Tibet uchun alayda moslashtiruvchi bor. Sharq Turkiston aslida buningga loyiq. Amerika va G'arb demokratik davlatlari hech bo'lmagandimi o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash huquqimizni e'tirof qilishi,
Xitoy qo'ygan mustamlaka ma'nosini bildiradigan Xinjiang degan ismning o'rniga vatanimizning haqiqiy nomini qo'llanish orqali uzun yillardan buyon Tibetga berayotgan yordamini yanada bir qadam ilgarilagan oldiga aytib, bizga Tibet bilan barobar muomala qilish kerak dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati yana Amerikani bu jinoyatlarga mas'ul bo'lgan Xitoy katibaşlari va organlariga yangi nishonliq jazo berishga, Sharq Turkiston xalqining asosiy inson haqlari va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga kafolatlik qilish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustamlakadan qutulish alohida komitetiga sungan iltimosini qo'llashga chaqirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bu harakati Osiyo xalqaro xabarlar to'rida 19-iyun kuni tafsiliy xabar qilindi. Amerika Kengash palatasi tajovuzchi Xitoy katibashi Shi Jinpingni ayblaydigan bir qaror ma'qullagan. Uyg'ur xabarlari to'rining 18-iyun kunidagi xabarda mundaq deyildi. Amerika Kengash palatasi Xitoy katibashi Shi Jinpingni ayblaydigan SRAS 444 nomerli qarorni 16-iyun Shi Jinpingning tug'ilgan kunidan bir kun o'tgandan keyin bilet tashlash orqali ma'qulladi. Florida shtatidan Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi Rick Scott bu qarorni o'tgan yili oktyabrda o'tirg'a qo'ygan bo'lib, qaror 8 oy Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetida turdi. Ondan komitetning isbot anglash yig'inisiz bevosita ovozga qo'yildi. Kengash palatasining qarorlarining o'lchami bo'yicha so'zlar nihoyatda ochiq oshkora. Mavzuda davlat ismi Xitoy Xalq Jumhuriyati deb ataladi. Shi Jinpingni diktator deb ataydi. Har ikkilisi chet el davlat rahbarlarini yumshoq ataydigan bir majlis uchun normalsiz bir ahvol. Ilgari Uyg'urlarga qaratilgan tadbirlar Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatini quruq so'zlar bilan ayblashga moyil edi. Uyg'urlar uchun ochqishliq bo'lgani tekstining o'zida. Qarorda Shi Jinpingning davrida Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkiston debmi ataladigan atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turk musulmon xalqlariga qarshi zamonaviy irqiy qirg'inchilik qilganligi aytilgan. Sharq Turkiston degan atalg'u Uyg'urlarning o'zgacha milliy kimligi to'g'risidagi da'volarining markazi bo'lib, u davlatning vatanining ismini va ona vatanini belgilaydi. Qaror texnik ko'p talablarni o'tirg'a qo'ydi. Uningda Xitoy Kompartiyasi 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon turk xalqini turma va emgak lagerlarida tutib turdi deydi. Davlatning tutqun qilingan Uyg'ur erlarining o'ylariga birdan Xitoy erlarini o'rlashtirib, ayollarga hamroh qilganligini aytadi. Shundaqla tunji qatam 2021 yili Prezident Trump davrida irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinganligi va keyin Bayden hokimiyati tomonidan tasdiqlanganligini eskartdi. Dastlabki Trump hokimiyatining oxirgi mezgilida irqiy qirg'inchilikning e'tirof qilinganligini eskartdi. 2021 yil 1-oyning 19-kuni Davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Xitoyning atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarshi harakatining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga barobar ekanligini qaror qildi. Amerikaning Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'qotishga qaratilgan sistemlik urinishiga shohid bo'layotganligini, bostirishni kam degandimi 2017 yil 3-oydan boshlab keskin kuchaytganligini aytdi. Hukumat almashgandimi bu natija kuchga ega bo'ldi. Bu Amerika hukumatining qarorlari bo'lib, buningga bir qancha parlamentlar ergashdi. 2022 yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inson haqlari ishxonasi Xitoyning atalmish Xinjiangdagi qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyatga barobar bo'lishi mumkinligini aytdi, ammo irqiy qirg'inchilik so'zini ishlatmadi. Qarorda Uyg'ur masalasi to'g'risidagi moddalar Beijingga qaratilgan uzun ayblashlarning ichida. Bu qaror Xitoy Kompartiyasini koronavirusining kelib chiqishi to'g'risida yolg'on so'zlaganlik uchun ayblaydi. U Amerikada fentanyaldan zaharlanib o'lish, chet ellarda qarz berish, josuslik va Amerika zaminidagi maxfiy saqchi punktlarini, Xitoyning Tayvan va Filippinda harbiy bosim ishlatayotganligini, Tibet va Hong Kongdagi bostirish, Shimoliy Koreyalik sig'inmachilarni majburiy qaytarib etish va xristianlarga qilingan ziyonkashlikni tilga oladi. Kengash palatasi o'zining harakat bo'limida 3 ishni qiladi. U Shi Jinpingni aldamchilik, tinchlik va bexatarlikka buzg'unchilik qilish va insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan ayblaydi. U Xitoy xalqi va partiya hukmronligi tarafidan ziyonga uchragan boshqa davlatlar bilan hamkorlashganligini jakarlaydi. Shundaqla dunyo Magnitskiy qonuni bo'yicha partiya katibashlariga qarshi barliq tegishli jazolarni qo'llanishni talab qiladi. Bu tadbir oddiy bir qaror sifatida qabul qilingan bo'lib, qonunning kuchi yo'q. U ijroiya organini hech nimaga bog'lamaydi. Scott Kengash palatasi yashanganlar alayda komitetining raisi bo'lib, Beijingga qarshi qonun loyihalarining uzun yillik tarixiy xotirasiga ega. U bayonotida Xitoy Kompartiyasi bo'libmi Shi Jinpingning zulmi ostida o'ziga xos bir nacharlik xarakteriga mansub bo'lib, ular dunyoni kontrol qilishni maqsad qiladi.
Ularning qarashicha, bu ularning yo'liga to'sqinlik qilgan har qanday odamni o'z xalqi bo'lsin yoki bo'lmasin vayron qilishni ko'rsatadi dedi. Uning ishxonasi bu qarorning bir ovoz bilan ma'qullanganligini aytdi. Amaliyotda bu qaror parlamentda ovoz berish orqali ma'qullangan. Bu tartib hech qanday shaxsiy pozitsiya xotirlanmaydigan va hech qanday e'tirozga uchramaydigan tadbirlar uchun qo'llanilgan jarayon. Sharq Turkiston surgunda hukumati ijtimoiy axborot vositalarida buningga qarata inkas qaytirib, biz Xitoy diktatori Xi Jinping va Xitoyning Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan sanoat ko'lamlik irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni ayblagan qaror uchun Kengash palata a'zosi Rick Scottga rahmat aytamiz. Amerikaning Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga va Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llashga yana bir qatim chaqiriq qilamiz dedi. Fransiya Uyg'ur birligi sohibxonligida va Sharq Turkiston futbol jamiyati hamkorligida uyushtirilgan 6-navbatlik Sharq Turkiston erkinlik lo'ngqisi futbol musobaqasi 2026 yili 7 oyning 8 kunidan 7 oyning 11 kuniga qadar Fransiyaning poytaxti Paris shahrida o'tkaziladi. 2 yilda bir qatim navbatlashib o'tkazilib kelayotgan bu musobaqa tantarbiya faoliyati bo'libla qolmasdan, balki dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonlik qarindoshlarni birlashtirish, do'stlik va qarindoshlikni kuchaytirish, vatan sevgisi va milliy ruhni avlodlarga yetkazishdagi muhim sahnadir. Bu navbatlik musobaqaning muvaffaqiyatli o'tkazilishiga Paris shaharlik hukumat, Sharq Turkiston Jumhuriyati surgunda hukumati, Sharq Turkiston milliy uyg'onish tashkiloti, Norvegiya Sharq Turkiston jamiyati va Gollandiya Sharq Turkiston milliy ma'rif fondi yordam qo'lini sunib qo'lladi. Norvegiya Sharq Turkiston jamiyati qo'llab-quvvatlagan barliq tashkilotlar, hukumatlar va o'rinlarga samimiy rahmat aytadiganligini, bu musobaqaning dunyoning har qaysi joylaridagi vatandoshlarning qalbini yaqinlashtirib, milliy birlikni kuchaytirib, ahamiyatli bir faoliyat bo'lganligiga ishonganligini bildirdi hamda barliq tantarbiya suyar do'stlarni, vatanparvar qarindoshlarni va Sharq Turkiston davosiga ko'ngil bo'lgichi barliq zotlarni bu ma'nilik faoliyatga qatnashishga samimiy taklif qildi. Dard o'zangda, darmonmi ham. Abduri Burhan Muhammad. Vaz kechib berish hech bir zaman mavjudlik ko'rishining choralaridan biri bo'lgan emas va bo'lolmaydi. Vaholanki, asorat tariximizning muqaddimasidan tortib, bugünkidek mustamlikchilikni qutqizguchi o'rnida ko'ribmi, uning royiga biqib yoki itoat qilib, ism va jismingizni o'zgartibmi, rozi qilib bo'lolmayotgan, diniga, millatiga tavallik bildiribmi, qo'polroq qilib aytganda, tuxum kakalab beribmi, qutulg'ili bo'lmaydigan darajaga berib ketishdek oqibatlarning har bir pallasining amaliyotda voz kechib berish, tushib berish otliq baldoqlardan yasalib kelganligi. Uni hayotliq o'zimizga chiqishning sho'tisi qilib olishdan, tinchlikqa o'zligini taslim qilish badaliga erishmoqchi bo'lish tamasini qilishdek ham xayollardan tutib chiqqan reallik ekanligi bir amaliyot. Millat sifatida peshonaga besilgan asorat muhri ashu talaylagan voz kechib berishlarni shart qilgan til xatlarning guvohlik tamg'isi bo'lgan edi. Ochiq bo'lsa reallik shuki, asoratning boshlanishidan bugunga qadar kelgan barcha avlod nasllar yillar mobaynida yuqorqi 2 nuqtadan ziyon tortib keldik. Qaraydigan bo'lsak, ichimizdan chiqarilgan sarkilar voz kechib berishning badalini o'zlari arzulagan yangi bog'vanning qo'lida bo'g'izlanish bilan o'tadi. O'lgandimi chillab emas, chillatilgan bo'lib o'ldirildi. To'g'risi, nima tersang shuni olasan hikmati bo'yicha kollektivcha ilib berilgan xato tanlashning natijasini ko'rdi. Yangi bog'vanmi undaq qozonga mundaq jumuch pardasida ularni o'ldiribla to'xtamadi. O'ldirib jasadini bergani bilan ro'yini elib qoldi. Ap qolgan bu sesiq ruhlarni padalog'imi Abi Kevsar o'rnida dori qilib chashdi. Izib ichirdi. Bu ruh kuni kelib padalar uchun cho'qinadigan butqa, ma'naviy doilarga, o'lgulik qahramonlarga aylandi. Qahramonlarmi padalarning kollektiv bo'g'izlanish navbati kelganga qadar ularni qotanda sulab turishga xililar tuhfa yarata oldi. Saq qolgan padalarni belgilangan siziqdan chiqib ketmay turish uchun paypilab ko'ndirishga optalla esqatdi. Natijada o'chirat bilan navbati yetib kelganlar qurbon bo'lib mengayverdi. Amdilikda o'chiratmi elib etildi. Qo'tan kengaytilib danga, qafas cho'ngaytilib lagerga aylandi. O'chiratsiz qatliam oxirida bugünkidek har tarafdan qistab keladigan bo'ldi va kelyotdi. Voz kechib berish aslo chora qilganlik, tushib berganlik, aslo tadbir ishlatganlik emas edi.
Aslida chora tadbir ilojsizlik bahonasida voz kechib berishda emas, ichidan qetib po'latdek mustahkam bo'lishda, o'rinsiz tiyilib berishda emas, zardast turishda edi. Siyosiy siziqdan kultural siziqcha, aqida chekchigirisidan madaniyat fosillarimizgacha buzib tashlanishiga ana shu qadamma-qadam tushib berishlar, bir-birlab voz kechib berishlar, loyiqida o'zaro ega chiqmasliklar yeshil chiroq bo'lib berdi. Oqibat nima bo'ldi? Hammani tartqizib qo'ydik. Jismimiz saqli bo'lsa, hozircha ruhimizni taslim qilib turib, yana asta-asta o'zimizga kelib olaymiz dedik. Yo'q, bundaq qilishning moyatda taslimchilikning dal o'zi ekanligini nazarga olmadik. Tushib berdik-yu, tartqizib qo'yganlarimizning hech birini kutganimizdek qaytirib ola olmadik. Erishganlarimiz hech nima asliga kelmasga mangdigan tarzda tugal nobudlik, nuqul ziyon tortish bo'lib keldi. Sunmas haqiqat shu ochiq darsni berdiki, prinsiplardan voz kechish berish tirik qilishning yo'li emas ekan. Balki bu o'ltirilish bilan o'livilish orasidagi tanlashda, nomusi bilan o'lishdan nomussizlarcha o'lishni a'lo bilishdek tanlash masalasi ekan. Echinarligi har ikki tanlashning qaysisiga bormayli, oladigan nesi va oqibatda o'xshashla o'lim. Chiqadigan natija baribir ziyon tortishdan boshqa emas ekan. Xo'sh, undaqda tushib berish badaliga erishadigan natija ziyondan boshqa narsa bo'lmagan ekan. Ajaba bizning zamonimiz kelmasdilar, buningdan necha avlod burunlar kollektiv dars chiqarib bo'lishimiz, keyingi bizdami bulardan ibrat savoq elib bo'lishimiz kerak emasmidi? Voz kechib berishni chiqish yo'llaridan biri qilish o'rniga iymon qal'asini puxtalash, harakat va pozitsiyada zabardast turish, nimalar tanlash oldimizga tashlansin, o'zimizning haqiqatlari ustida ching turish, duch kelgan har turli krizislarda voz kechib berish o'rniga mustahkam turishga kafolatlik qilish, bundan keladigan sinoqlarni vaqti kelsa savr maqomida turib kollektiv holda tang berish, haqiqat yo'lidagi badallarimizni g'ayrat shijoatlar bilan qahramonlarcha o'tashni borch bilishimiz va kez kelganda bu yo'lda sharaf bilan o'lishni, xorizorlik ichida ingrab yashashdan, majburiy o'limga qistilishdan, jon talishib o'tishdan a'lo bilishimiz kerak emasmidi? Darhaqiqat, shiddatli zulmat qorong'uligidan keyin eng tez suratda yetib kelish arpasida turgan oydinlik bizni hali ham kutib turibdi. Biroq ma'lum bo'lmoqdaki, insonligimizni allburun xatar rayoniga akirib qo'yib, jismimizni, quruq iskeletimizni elib qechish ko'yida yurmoqdamiz. Ruhimizni go'ro'ga qo'yib turib olgan bu qechish qarorining xato tanlashlarning davomi hamda eng qo'rqinchlisi ekanligiga diqqat e'tiborimiz tayinliqdek. İbret savoq olgudek halimizmi chog'liqdek. Halbuki hayotlik dasturimiz navbatdagi sakratlik holatimizga qaramay o'zining jaranglik sadolari bilan har birimizni mavjudlik krizisimizda to'g'ri tanlashga ega bo'lishga va haqiqat tomon ilgirlab ziyonni takror sodir qilmaslikka shu tarzda chillab kelmoqda edi. Ey millat, bas, yetar, o'yg'on, dast turg'in. Zaman bilan qasamki, inson haqiqatan ziyon ichida. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilar ziyon tortmaydi. Sura Asr. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.